Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizni tomosha qilib kelayotgan obunachilarimiz va birinchi marta ko'rayotgan tomoshabinlarimiz. Savran Ustayev kanaliga xush kelibsiz. Bugunda biz sizlar bilan anchadan beri kutilgan Krestный отец, ya'ni cho'qintirgan otaning filmidagi obrazlarga razborni qilib o'tamiz va sizlarga nima uchun filmlardagi, mana shunday legendarniy filmlarda klassический stil bugungi biz takrorlashga harakat qilayotgan stildan ancha yaxshiroq ko'rinadi. Va albatta razborni Vito Corleonedan boshlaymiz. Film ochilishi bilan ko'rishimiz mumkin u kechki obrazda, chunki qizining to'yi bo'lyapti. E'tibor beradigan narsamiz pidjagida satin yoki ipakdan qilingan latskinlar. Latskinlari keng, butun yerka, chunki qizi turmushga chiqyapti. Pidjakda o'zi kengligi to'g'ri tanlangan va eng muhim narsalardan biri pidjak uzunligi. Ko'rishimiz mumkin pidjakda uzunligi ягодицаларni yopib turibdi. Pidjak bundan qisqa bo'lmasligi kerak aslida. Baland tayliyali shim, keng kroyli, taxminiy 23-24 santimetrli oyoq kiyim ustiga soft break qilyapti. Katta yoshli bo'lganligi hisobiga ham shim kengligi to'g'ri tanlangan. Sarochka, ya'ni biz tilda ko'ylagi obraz uchun ideal darajada tanlangan. Taxminiy toza paxtadan qilingan sarochka bu. Sarochka uchun to'g'ri tanlangan babochka. Bu umuman obraz hamma taraflama ideal darajada desak adashmaymiz. Vito Corleone o'zi olib qarasak filmda juda yaxshi obrazlar tanlay oladi, chunki Salotsa bilan bo'lgan переговорlarda ham, ya'ni Salotsa taklif berayotgan payti kiygan obrazi har kunlik grafit rangli, ya'ni to'q kulrang ko'ylagi bilan trikotaj jigarrang galstugi juda yaxshi ko'rinyapti. U o'ta yorqin emas hamda seryoznlikni ham yo'qotmayapti. Va keyingi obrazimiz bu oilalar yig'ilishida kiygan obrazi. Ko'rishimiz mumkin pidjak. Keng latskinli, bu juda ham благородный ko'rsatadi odamni. Undan tashqari katta yoqali sarochka. Aytib o'tishim kerak, sarochka aslida pidjak tagiga kirishi mumkin, lekin nima sababdan uni yoqasi katta bo'lsa ham pidjak tagiga kirmayapti. Bu sarochka xuddi bir mana shu pink color, ya'ni pin yoqali sarochkaga o'xshaydi, ammo bez перекладина, ya'ni temirchasiz bo'lgan sarochka. Undan tashqari ipakli galstuk. Umuman olib qaraganda bu obraz juda ham ideal tanlangan. Aytib o'tishim kerak, bu yerda Vito Corleonening kostyumi troyka. O'g'li Michael Corleone bilan gaplashib turgan Vito Corleone obraziga e'tibor beramiz. Bu yerda temno-grafitoviy rubashka va u bilan tanlangan shim, visoki taliyali, tagida manjetlari bor shim, kengligi to'g'ri tikilgan temnoy paypoqlar. Undan tashqari oyoq kiyim ham. Umuman olib qaraganda butun film davomida bir narsaga e'tibor bersak, personajlar o'zining pikoviy darajasiga yetishidan oldin kiyinish tartibi ham, ya'ni vkusi ham baland darajada emasligi ham yaqqol ko'rsatib beriladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Vito Corleone sal g'alatiroq obrazlarni tanlaganligi, ammo oldingi paytlariga solishtirib qaraganda u tanlagan galstuklari to'g'ri ko'rsatib berilgan. Galstuklar kengroq bo'lgan va ko'rishimiz mumkin mana bu rasmda Vito Corleoneda galstugi o'ta kengligi sababli 4 tadan chuqurchalar hosil bo'lgan. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Aslida hamma ham bu narsani tushunmaganligi sababli bu yerda ko'rsatib berilgan odam baribir stil haqida qaysidir tasavvurga ega bo'lganligi, vendetta, ya'ni o'zini qasosini olayotgan payti Vito Corleone ko'rishimiz mumkin. Oilasi uchun qasos olayotganda kiygan pidjaki latskinlari keng, to'g'ri, ammo latskinlari eski o'sha davrlarga solishtirib qarasak bor narsa bu. Teparoqdan boshlanib, ya'ni hozirgi pidjaklarda latskin pastroqdan boshlanadi va tikka liniya bilan ketadi. Bu yerda ko'rsak, qiyshayganroq liniyada latskin ketgan va o'ta keng. Deyarli yelkagacha o'zi tegib turgan darajada
kenglikdagi latska. Hozirgi kunda bu pidjaklarni kiysa bo'ladimi degan savol. Maslahat bermayman, chunki bu kulgili ko'rinadi. Asosan ko'rishimiz mumkin bu sirklarda ham hozir chiqib ketsa kerak bular pidjaklar, yana bilmadim. Ammo shunaqa latskali pidjak hozirgi kunda узкий latskali va tor pidjaklardan anchagina yaxshi ko'rinadi. Undan tashqari bu obrazda ko'rishimiz mumkin katta воротникli сорочка, ya'ni katta yoqali сорочка. Baribir Vito Corleone qaysidir darajada o'sha payti ham vkusga ega bo'lgan va o'sha zamonga moslanib kiyinib juda yaxshi baribir ko'ringan. Vito Corleone undan tashqari shlyapalarni juda yaxshi ko'rgan, palto ham to'g'ri tanlaganlar. Uning ustiga paltolar ham to'g'ri tanlangan, tizzagacha va undan uzunroq bo'lgan paltolarni kiygan. Film davomida Vito Corleone unda ham uzunroq paltolarni kiyganini ko'rishimiz mumkin. Bu yana bir narsaga darak beradi. Yoshi kattargan sari, ko'proq kuch to'plagan sari to'g'ri kiyim tanlashda ham alohida e'tibor bergan. Hayotining oxirgi kunlarida ko'rishimiz mumkin. Bog'da kiygan obrazi каждодневный, ya'ni har kungi obraz, shlyapa, cho'ntakli oq rubashka, keng shimlar, hammasi o'z joyida har kunli obraz uchun juda ham yaxshi tanlangan. Sonny Corleone, ya'ni Vito Corleonening katta o'g'li. To'yda ko'rishimiz mumkin ikki botli smoking kiygan. Smokingda pidjakning kengligi to'g'ri tanlangan, pidjakning uzunligi ягодицаларni yopib turibdi, ya'ni orqa tarafini babichka to'g'ri tanlangan, сорочка to'g'ri tanlangan. Shimning kengligi 22-23 sm. Soft break, ya'ni shimning oyoq kiyim ustida yumshoqqina buzilishi, yelkalari to'g'ri tikilgan, yenglari ham o'ta uzun emas, o'ta qisqa ham emas, juda to'g'ri tikilgan, ya'ni Sonny Corleonening asl razmerlariga. Sonny Corleone obrazlarida ko'pincha 3 tugmali, ya'ni bir bortli lekin 3 tugmali pidjakni kiyadi. Bunaqa pidjaklar to'g'risi hozirda topishingiz qiyinroq bo'ladi, lekin u juda ham sizni благородный ko'rsatadi. Sonny Corleone ham ba'zi obrazlarda узкий galstuk kiyadi, ba'zi obrazlarda kengroq galstuklarni har doim katta yoqali сорочкani oladi. Platok pashsha, ya'ni ro'molcha pashshani hech qachon unutmaydi. Mana bu yerda Konyini erini uritgan payti Sonnyni obraziga iltimos e'tibor qarating. Bu yerda ko'k сорочка, ya'ni havorang сорочка, seri troyka kostyum, голубой va sariq rangli aralashgan gals alohida bir e'tiborga arziydigan obraz. Bu Sonny Corleone uncha-muncha kiyilmaydigan Oxfordlarni Spectator turidagi oyoq kiyimni kiygan. Bunday obuv aslida juda yaxshi ko'rinadi, lekin hozirgi kunda qaysidir darajada komichni va kulgili ko'rinib qolishi mumkin. Ya'ni siz uni hozirda kiysangiz ko'pincha stilni emas, balki cosplayer sifatida ko'rilishingiz mumkin. Tom Hagen, Vito Corleonening eng loyalni konsilyerisi, u ham stilga juda katta e'tibor bergan, ko'rishimiz mumkin. Keng latskan pidjaklarda, kostyum troykalarida bo'ladimi, oddiy kostyumlarda bo'ladimi, doimo pidjaklari uzunligi, kengligi to'g'ri tanlangan. Rukavlar o'ta uzun, o'ta qisqa emas, kengligi ham o'ta tor yoki o'ta keng emas. Yelkalarida muammo yo'q. Undan tashqari uzunligida, pidjak uzunligi ягодицаларni yopib turibdi. Umuman olib qaraganda galstuklarni tanlashda ham juda yaxshi vkusga ega. Yarki galstuklar, ba'zida повседневный galstuklarni ko'rishimiz mumkin. Сорочка esa doimgidek keng va katta yoqali. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin Tom Hagenni сорочкasi pidjak tagiga kirib ketyapti. Bu ham сорочкаning bir turi va yaxshi сорочкani belgilab turadigan turidir. Iltimos eslab qoling, hozirgi kunda ayniqsa kostyum bilan kiyayotgan сорочкalaringiz doimo yaxshi ko'rinishni xohlasangiz, yaqo kengligi va kattaligi orqasidan doim pidjak tagiga kirish kerak. Boshqa personajlardaqa ham Tom Hagen подтяжка kiyadi va подтяжкалari tugmada hech qanaqa krokodilchik yoki zashipli подтяжка emas, haqiqiy подтяжка aslida tugmada bo'lishi kerak va kengligi ham o'ta keng ham emas, o'ta узкий ham bo'lmasligi kerak. To'g'ri, Tom Hagenni obraziga bir minus ham topish qiyin, lekin birgina xatosi bor. Buni bizning Instagram obunachilarimiz ham yodlab olishgan. Tom Hagen mana bu kadrda ko'rishimiz mumkin. Kostyum troykasidagi
jiletni pastki tugmasini qadab olgan. Bilishimizcha aslida qadalmaydi. Nima sababdan o'zi? Birinchi bo'lib, chunki stilistlar shunaqa bo'lishi kerak deyishgan. Значит, так надо. Ikkinchi sabab, proportsiyalaringizni to'g'ri ko'rsatadi. Qorningizni bir katta qilib ko'rsatmaydi agarda pastki tugmalarda. Bu pidjakda bo'ladimi, jiletda bo'ladimi, даже kardiganda bo'ladimi? Avvalambor proportsiyalaringizni to'g'ri ko'rsatish va taliyangizni V-образно qilib ko'rsatish va qorinni iloji boricha, agarda siz ham har kuni yangi narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, stil haqida har kuni yangi narsalarni bilib olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri kiyinishda qaysi tugmalar taqish kerakligini va undan tashqari qaysi sarochkalar bilan qaysi pidjaklar yokida qaysi kiyimlar bilan qaysilarini bog'lab kiyish mumkin. Agarda endi klassik kiyinishni boshlayotgan bo'lsangiz, bemalol описаниедagi havola orqali Instagram kanalimizga o'tishingiz mumkin. Obuna bo'lib, bizni kuzatib, har kuni yangi narsalarni o'rganishingiz mumkin. Fredo Corleone. Bechora Fredo desak ham bo'ladi. Asl hayoti juda ham yaxshi bo'lmaganligidan tashqari, kiyinish tarzi alohida e'tibor talab qilayotgani hech ajab emas. Bilishimiz bo'yicha Fredo kazino egasi, kazinoni boshqargan, Las Vegasdagi kazinoni boshqargan va Las Vegasda yashab, o'zining stili ham butun Corleone oilasidan ajralib turganligi bizga aniq. Ko'zimizga darrov tashlanadigan obrazlarda birinchisi bu juda yarki va yorqin bo'lgan pushti pidjak, pushti sarochka va qora galstuk bilan shim. Bu obraz juda vulgarni va noodatiy. Ayniqsa bizni ko'chalarda bu narsani agarda kiyib yursangiz, bu alohida e'tibor tortishi mumkin. Pidjak to'g'ri tikilgan, galstuk to'g'ri tanlangan, shim kiyimligiga esa umuman hech qanday kommentariy yo'q. Michael Corleone'ni o'zining nomeriga kuzatayotgan payti ko'rishimiz mumkin. Fredo tarix pidjak va bejviy rangdagi shim, undan tashqari qora sarochka kiygan. Pidjakiga hech qanday kommentariyim yo'q. Rangiga faqat vulgarniligi ko'rinib turibdi. Sarochkaning tagidan askot galstukini taqqan, ya'ni butunlay sarochkaning ichidan bo'yinga bog'lanadigan galstuk. Bu bizni ko'chalarda, bizni o'zbekchiligimizda g'alati ko'rinishi mumkin, ammo bir stilga ham kirib ketadi. Bir narsasiga kommentariy aytib o'tib ketaman. Shimi to'g'ri kenglikda bo'lsa ham, to'g'ri uzunlikda bo'lsa ham, taliyasi ham baland, lekin remень taqqan. Agarda siz obrazingizni to'laqonli yaxshi qilmoqchi bo'lsangiz, remenydan voz kechishingizni so'rayman va regulyatorli shimlarni tanlashingizni tavsiya etaman. Sabab, remeny sizni siluetingizni teng ikkiga bo'lib yuboradi va proportsiyalaringizni maksimal darajada elegant ko'rsatmaydi. Undan tashqari remeny tanlagan bo'lsangiz, u qora bo'lsa, oyoq kiyimingiz ham shunga yarasha qora bo'lishi kerak. Fredoda ko'rishimiz mumkin, bu obrazda remeny qora, ammo oyoq kiyim oq. Xulosa o'zingizdan. Yokida obrazga bir qiziqroq narsa baribir qo'shaman desangiz, podtяжка qo'shing. Ranglarni, yorqin ranglarni to'g'ri sachitaniya qila olyapti. Misol uchun, oq kiyim ham bu yerda в temu. Keyingi obrazga qarasak, Chichi bilan ko'rishgan payti Fredo pidjaki sal noodatiyroq. Oldingilarga qaraganda ham noodatiyroq. Nima sababdan? U ham oranjoviy, ham temno-zelyoniy, to'q yashil ranglar o'z ichiga olgan. Bunday pidjaklarni nafaqat ko'chalarda, balki televideniyada ham ko'rishingiz hozirda qiyin bo'lib qolgan, chunki rostdan ham o'ziga alohida e'tibor xohlaydigan odamlarning tanlovi hisoblanadi. O'zi nima sababdan Fredo kabi kinoindustriyadagi bo'ladimi yoki boshqa bir katta shaharlarda katta mashhurlar yorqin ranglarni tanlashni xohlashadi? Asosiy sabab bunga oddiy klassikadan, ya'ni tixiy lyuksdan charchab qolish va zerikib qolish. Garderobingiz ming klassik obrazlar bilan to'lgan bo'lsin, har xil sarochkalar bo'ladimi, har xil galstuklar bo'ladimi, no temный va сдержанный temный va яркий сдержанный tondagi pidjaklaringiz bo'lsin, kostyumlaringiz bo'lsin, ertami kechmi baribir bundan zerikib qolasiz agarda har kuni shunday obrazlarda yursangiz. Fredo kabi odamlar ko'pincha publikada yuradi va doimo prezentabilniy obrazda bo'lishlari kerak. Shu sababli ular o'z tixiy lyuks obrazlaridan zerikib qolishadi va kep
ko'proq yorqin ranglar bilan o'zini o'zi xohishlarini qoniqtirishda niyat qilib qolishadi va harakat qilishadi. Maykl Korleone, ya'ni Don Korleonening rolida o'ynagan Al Pachino. Filmda eng obrazi yaqqol ko'rsatilgan va eng silniy personaj desak hech adashmaymiz. Personajni rivojlanish davrida u hali vkusi yo'q, puli yo'q, bunga hojati ham yo'q. U kiyinish tarzi g'alatiroq va arzonroq ko'rinib turibdi, chunki bu yerda Sitsiliyaga qochgan payti ko'rishimiz mumkin. Maykl oddiy tushunarsiz rubashka kiygan. Har kunlik shim, bitta обычный kepka, tushunarsiz ish qilib obraz juda arzonligi bilinib turibdi. Ammo Don Korleone roliga o'tirgandan keyin ko'rishimiz mumkin, Maykl obrazi kardinal darajada o'zgargan. Keng yoqali sarochka, keng laskinlar va uzun paltolar, to'g'ri posadkali pidjaklar, sarochkalar to'g'ri tanlangan, galstuklar to'g'ri kontrastli tanlangan, ya'ni sarochkaga kontrastli galstuklar, bu yerda yana palto boshi hech qachon unutilmagan. Maykl Korleonening stili alohida respektga loyiqligi hech gap emas. Asosan erkaklar paypog'ini to'q rangda tanlashadi. Oyoq kiyimga qaramasdan, kiyimni o'ziga qaramasdan kuzatib o'taman va iltimos bu narsani eslab qoling, hech qachon paypoqni oyoq kiyimga qarab tanlamang. Asosan garderobdagi, misol uchun, shimingizga qarab tanlang. Shim rangida tanlangan paypoq bo'yingizni vizual darajada cho'zadi va sizni elegantliroq ko'rsatadi. Bu yerda переговорlarda, ya'ni ko'rishimiz mumkin, Maykl Korleone sal noodatiyroq stil tanlagan, ya'ni askot galstukini bog'lagan. Даже mana bu obraziga ham qarasak, paltosini ko'rishimiz mumkin, uzun va rangi juda chiroyli tanlangan. To'g'ri, u paltoni tagidan polo kiygan, lekin bu casual obraz, uyda tushunishimiz mumkin. Bejavoy palto doimo выигрышный tanlov deb o'ylayman. O'zi palto ranglarini tanlayotganda muhim narsaga e'tibor bering. Paltoni rangini tanlayotganda to'q ko'k, grafit rangli va bejavoy ranglar eng universal ranglarga kiradi. Ularni tanlab hech qachon yutqizmaysiz. Agarda siz e'tibordan qo'rqmaydigan odam bo'lsangiz, bejavoy paltoni tanlang. To'g'ri, ko'chada o'zingizga bir ko'zlarni tortasiz va o'zingizni g'alati his qilishingiz mumkin, lekin bu e'tibor doimo havasdan bo'ladi. Film davomida ko'rib olishimiz mumkin, hattoki yoshi kattargan sari ham Maykl Korleonening stili umuman buzilmagan. Nabarot, ya'ni aksincha tarzda u stili yanada kuchaygan. Keng latkanli, ikki bortli pidjaklar, uzungina, keng kroyli, u ko'rishimiz mumkin, juda ham elegantli ko'rinib turibdi. Maykl Korleonening tanasini umuman ko'rkamlashtirib ko'rsatib turibdi. Stilni bu ko'rinishni xohlasangiz, haqiqiy klassik stil nima ekanligini tushunib yetishdi, qaysi kiyimlardan qaysilarni bog'lab kiyishdi o'rganib olishni istasangiz, Savrano Style kanaliga obuna bo'ling. Bu yerda moda va trendlarga ergashmaydigan haqiqiy erkaklar stili haqida. Savrano.